Minecraft original versiyasini o'ynaymiz telefonda. Hop. Biz bugun epik narsa quramiz. Hop bolalar, bu sizlar bilan quradigan narsalarimizga kerak bo'ladi. Mana shu narsalar. Mana shu narsalar bizga kerak bo'ladi. Hop, endi bizga bir blok yerni qaziymiz. Bunaqacha keyin silis. Blok qilamiz va bu yerga xohlagan bloklarni ishlatishingiz mumkin. Bunday qilamiz. Endi bu yerga blok qo'yamiz. Redstone mash'ala. Keyin blok. Redstone mash'ala. Blok. Redstone mash'ala. Blok. Redstone mash'ala. Keyin bu yoqqa bir blok turib bitta redstone, bitta bunaqa, bitta bunaqa. Hop, endi ishlash kerak. Ishladi. Bizda shunaqa uskunacha paydo bo'ladi. Yo'qol. Tepaga chiqamiz. Voy. Kechiktirgichlardan qo'yib tashlayman. Bitta, voy. Hop. Nima qilsak bo'ladi? Redstone'ni uzaytiramiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Keyin orasiga kechiktirgich. Kechiktirgich. Ko'rganinglardek bu yoqqa o'tadi. Nashetgacha uchirar ekan. Joldiroqqa kelib yo'q. Bitta redstone boyagi usul bilan. Hop, chiq. Shunday. Endi bu yerga bundan bitta qo'yamiz. Bunisini sal pastroq qilish kerak. O'tga redstone bir balosi. Qanaqa redstone? Redstone emas. Bizga nima bu? Bu ashi bu. Hoppa. Xullas bunday yopamiz bu yerda. Yopamiz. Yopganimizdan keyin bitta redstone'ni qo'yamiz. Bu yoqqa ikkita kechiktirgich qo'yib turib redstone qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin tepaga chiqamiz. Buncha ishlash kerak. Hop, voy. Hammasi ishladimi hozir? Mana. Yaxshi kechiktiramiz. To'xtanglar-da. Men nima qo'yganimni bildim. Yana nima yuribman? Demak, mana shu yerda ham ovaramiz.
Endi yurish kerak. Demak, buni bu yerga qilib turib, buni uzamiz. Yana chiqishimiz qo'yib turib, yana bitta ulab qo'yamiz. Nimalar ishlamayapti? Men nima ishlamayotganini bildim. Bu redstone'da bu yerga qo'yish kerak edi. Buni buzamiz. Sal xato qilib qo'yibman. Sal emas, ancha xato qilib qo'yibman. Bu yerga bunaqa emas. Redstone mashalla. Redstone mashalla. Blok. Menimcha bo'ldi. Baqa bir blok qurib turib, bu yerga buni qo'yib turib, bunday qilsak, menimcha ishlash kerak hammasi. Voy, endi ishladi. Hop, endi bunday qilib turib, voy, sal ulgurmay qoldim. Yo, bir blok yaqinlashtirishimiz kerak. Qanaqa qilib uni bunday qilsa bo'ladi? Bildim nima qiladi. Yana chiqaramiz. Bunday qo'yamiz. Buni ham qo'yamiz. Men pastiga bir blok dedim. Shuni qo'yib turib tepadan sindirib yuboramiz. Hop, endi bunday qilib turib, hop, ishlayapti hammasi. Hop, sal yurmay qoldi. Hop, bizda armanstet bo'lish kerak. O'zbekchasiga qana bo'ladi? Bilsanglar kommentga yozib qo'ying. Armanstetmi, nimadirmentmi, tempmi yozib qo'yasizlar. Ya buni bir blok yaqinlashtirmasak bo'lmaydi ekan. Armanstetdan yetib bormayapti bu yoqqacha. Demak, buni uzib yuboramiz. Buni ham bittasini uzib turib, blok qo'y nimasini desam bu yerda loy. Bunday qilib turib, bitta qo'yib turib, bitta chiqaraman. Chiqdimi? Kutdimi? Fireball bo'lmasin. Hop, endi ishlasam ishlaydi, ishlamasam ishlash kerak. İşlemeyen görürsünüz. Beraber işleteme. Bunu ovaramız. Bunu koyarız. Endi bu yerga turib vahdat ishladi. Hop, endi buni tekshirib ko'ramiz. Hayır, bilmayapti. Yana bitta xullas uchgina ishladi deymiz. Mana shunday narsa bo'ladi. Sal-pal to'g'ri qilsanglar, bunday qilib turib, bunday qilsanglar ham ishlash kerak.
Xo'p, bugun men sizlar bilan bo'ldim. Shoh 777 kanalga obuna bo'lib, makoscha sizlardan chiqmasin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha